Telefoningni holati yaxshi emas. Ancha ishlatgan ekansan. O'zi nech pulga sotmoqchisan? O'zi ancha qimmatga tushgan aka. Lekin shunda ham $1000 ga sotmoqchiman. Kreditga olganman-da. Yo, bu pulga hech kim olmaydi. Kamiga kredit ekan. Bu pulga sendan qo'yganimdan keyin ertaga kimga sotaman buni? Agar o'ylab ko'raman desang 700 beraman. Aka, bu yarim puli-ku. Sal insof bilan-da endi. Uka, men ham tavakkal qilyapman. Aybi bor ekan. U yoq qirilgan ekan. Mana men tomoni ham qirilgan. Aka, unaqa demang. Yangi telefon-ku, avaylab ishlatganman. Gap shu. Agar bersang shu narxga olib qolaman. Boshqa joyda shu pulni ham berishmaydi. Bunda ortig'iga sota olmaysan. Aka, men bozorni bir aylanib ko'ra qolay. Ko'r.